Akalar orqamdagi zdaniya oyiga 8000 dollar foyda keltirar ekan, arendani o'zidan. Akalar bino mana mashdan boshlanadi, katta mana shu zdaniya pistaniyasi bilan sotilyapti. Eng qizig'i yeri narxida sotilyapti. Yeri taxminan 100 ming dollarlar atrofida tushyapti. Fasadini o'zi 55 metrlar atrofida. Ichkariga unaqa chuqur kirib ketib qolmagan. Akalar o'zi ko'pincha fasadi hisoblanadi, fasadini 1 sotiqni hisobini olasiz, o'sha yerga 100 ming beraman deysiz, orqa tomoniga esa 30 mingdan beramiz deysiz. Mana shunaqa hisob-kitob o'zi aslida to'g'ri bo'ladi. Bitta binolarning hammasini xohlasangiz buzib biznes markaz qurasiz, xohlasangiz mana shu joyi o'zidan oyiga 8000 dollardan daromad olib yotaverasiz. Ichkarida mo'ykalari ham bor, tayyor arendadatorlari bilan birga bor. Endi adres tushuntiraman, Archa ko'chadamiz, ani jarli bor bilasizlar. Mana bu oldin налоговый kolleji bo'lgan, bu yog'i esa Chilonzorga chiqib ketadigan yo'l bo'yidagi joy. Bu joyni o'zi ko'pchilik biladi, shunkachalarning joyi deyshadi. Bu ichkaridagi binolar ham faqat mana shu joygina ichkariga kirib ketgan. Qolgan qismi hammasi fasaddan iborat. Biznes markaz quradigan bo'lsangiz, siz 8000 emas, 30-40 mingdan topsangiz bo'ladi bu joydan. Balaro etash qilib ofisga berib yuborsangiz arendaga, voy, normalniy bo'ladi. O'z bunaqa joy qidirib yuruvdingiz, fasadi bunaqa shishkala joy shaharda har doim ham topilavermaydi. Pastda raqam qoldiraman, aloqa qilinglar. O'tgan yili 1,5 millionga bermagan ekanlar.